Assalomu alaykum, hammaga murojaat qilamiz. Chiroyli holatda obzorga kelganmiz. Harakat Nazarbek bo'ladi. 2 sotuli xonadonimiz sizga muntazir. Kirishingiz bilan qarang, chiroyli holatda zeleniy zona, bitta mashina qo'yishga joy. Bu tarafda hojatxona, xonadonning yuragi shu yerda joylashgan. Endi planovkani tushuntirib boraman. Bu yerdan kirdingiz, kattagina zalga ko'z tushyapti. Uni yonida ota-onalar yotoqxonasi, remontiga bitta ahamiyat bering, o'zini sanuzul bilan birga bo'ladi. Tashqarida tarafdan kiramiz, oshxonaga ko'zinglar tushyapti. Uni yonida bitta o'shiy sanuzul, uni yonida yana bitta zal. Xonalarimiz gul qo'ymas, orqa tarafida hovlisi bor, havo aylashga joy tashab beradigan. Uni yonida yana bitta o'g'il bolalar yotoqxonasi, bu tarafda esa kattagina zalni ko'rishingiz mumkin. Xonalarning soni 5 ta bo'ldi. Bitta sanuzul, bu yoqda yana ikkita sanuzulimiz bor. Nazarbek harakat legendarniy peshixod ko'cha deb aytiladi. Katta ko'chadan 500-600 metr oraliqli masofa, yon tarafda masjid, maktab, bog'cha mujassam. Narxi $85,000 bo'ldi. Ukamga desangiz yonda yana bitta 85 minglik bor. Tarsovoyda 95 minglik. Albatta kelishtiradigan joylari bor. Raqam qoladi, qo'ng'iroq qilib barakasini qilsanglar bo'ladi. 5 ta xonali, 2 sotuli shinam xonadonga ega bo'linglar. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.